Voy olmasam nimaga o'g'ilmas qiz tug'ildi deb bir oy ichib randomdan olib chiqqani bormi janjal qiluvdi. Endi qiz to'rdi, bola becharalar yerda aylanib ketdi. Qaysi birlarman devorga pashsha rasmini chizdilar. Yana chizaman men ular. Sizlar rasm chizsin deb uyqirib qo'yganman. Indamasa mana peshonamga ham chizasizlar, ha? Yana qaytib chizgandan ko'rsam daddalang chiqaraman. Quriy ko'nglim. Qizim burnim qichib ketdi. Ejim turing. Xo'p, qizim, faqat asabiylashmang. Men chizaveraman mana. Jonim, hayotim, shirinim. Dadajon! Jonim qizim, ketdik osmonga o'taman. O'zim ham aytdim bu taxtadan qanday buncha shirin gaplar chiqib qoldi deb. Dadajon, meni yaxshi ko'rasizmi yo oyim nima? Voy, qaniysi seni yaxshi ko'raman, qizim. Men seni toshim ozodan yaxshi ko'raman. Mana ikkita og'zidan ko'zga ko'rsataman seni. Qochishga bitta yurakdan rapki ber, juram chanchib qoldi. Tinchlikmi biror qandoshimiz o'tib qolibdi? Yo'q, mana tilla qizimda ikkita tish tushib qolibdi. To'nim qizim. Men tomdan tomonlab ketganimda parvo qilmagan odam ikkita tishga asa tutib o'tiribdi. Qochishga qadimda kelyapti, yoradi hozir. Qoch hammang. Bo'lay deb to'talagan yurra soqibsizlar. Shuni nima deyman hozir hammangni? Qo'yurmasangiz hozir telefoningizni sindiraman. Asrlarga telefonda almashaman. Faqat bunisi qoladi. Faqat qiz kerakmi? Mana o'g'illaringiz kerak emasmi? O'g'lim uylanguncha o'g'lim, qizim o'lguncha qizim. Ayang buni tanamasa ham, qizim seni dadang tuqqanda. Bilaman. Dada, birovim zerib ketdi. Yana bitta qiz tug'ib bering. Nima? Qoladi tat, yosh bolalar to'yda pishirib qo'yibdi. Undan ko'ra sen mollarga suv bersin, to'g'lig'idan ber. Qisib o'tiringlar, короче. Dada, chuqurimi? Yana almakashlik qilib mana turkichangizni olibsiz-da. Bu bilan kindigimiz birda. Biz dadam bilan 5 minutga ajralsak, kindigimiz uzilib qoladi. Jonim. 7 kere 6. 42. 9 kere 8. 72. 1241 ga 87 ni qo'shsa necha bo'ladi? Shuni ham bilmaysizlarmi? Bor, xulqimi chapkada ketirib pishiraman bu ikkosini hozir. Nima qizim? 2 ga 3 ni qo'shsa necha bo'ladi? 6. To'ppa to'g'ri. Nima yeylisizlar, matematikaga o'zgartirish kiritilibdi. Bugun axborotda aytdi. Endi 2 ga 3 ni qo'shsa hozir 6 bo'lyapti ekan. Mana desizlar qizim. Qirolicham ko'chaga chiq. Ya biziq tegirmanmisizlar? Mana normal qo'shiq aytinglar. Dada shik madamshikni aytib beringmi? Bolam, parasatingda ishlat, to'yma bo'lsang, madamshikda aytgani. Bo'lmaydi. Shik madam. Bosur bolam, sen yelkalang pirlatib o'ynab berasan, tushundingmi? Yo tavba, o'lmas qashik jon tuxumni ichida dadalar joni qizning ichida bo'ladimi deyman? Bozordan kimga nima olib kelay? Dedi, shashlik. Bozorga qaras. Ichchi yaxshiroq narsa ayt. Sen maloshli ko'kres nimaligini bilasan? Men Rossiyada ishlab chiqarilgan. Ichidan kupon chiqsa samakat yutib olasan. Undan tashqari 15 ta ko'kres qog'ozini yig'ib borsan, yana bitta ko'kresni tekinga berishadi. Hamma do'konlarda bor. Meni qizim nima tanlashni yaxshi biladi. Senlar tuzuk ham tutsan. Jonim. Yo rostdan ham dadasi tuvdimikin? Yo'q. Maloshli ko'kres rossiyskiligini bilib hamma magazindan talab ketibdi-ku. Maloshli ko'kres hozir nomer 1da, yaxshi ham oxirida 2 ta ulgurib qoldim. Bo'lmasa tilla qizimdan o'limichi gapni eshitdim. Dada, rostdan ham yana chiqqansiz-a? Hammani oldida aytib gapirib bo'lmaydi qizim. Qo'shni xijolat bo'lmang. Meni ham dadam tuqqa. Bir, ikki. Qaytayin men bolaligimga. 110 haykal, yashinmagan kal. Topdim. Adashibman. Ikking ham yutqizdim, tilla qizim yutdi. Turkchasiga ham bosishini qarasiz. Mana qizingizni o'zingiz tug'ansizda? Ha, oy tuqsa ham qizimga, kun tuqsa ham qizimga. Qizim xafa bo'lib qolsa kelamman o'zimga. 1 2. Toq. Vah. Bum. Vah, hey, qo'ling temirdanmi bolam? 1 2. Jonim qizim. Ularningizni maktabda ota-onalar majlisi bo'layapti-kan, borib keling. Parvardachi to'z charchaganman-da, seriozroq joy bo'lsa bor edim. O'zim borib kelay. Dadajon, qo'g'irchog'im tomoq og'rib qoldi. Doktorga olib boraylik. Voy, ustimasi ham bor ekan, ketdik boramiz. Tulla. Ya bu kishiga qizi bo'lsa bo'ldi, ko'zi kar, qulog'i ko'r bo'lib qoladi. Dada, ayolni kartasiga pul tashlab yuboring, parkka boramiz. Tashiydim, ko'p komissiya oladi. Eshitmadingizmi? Uzun kartalardan Uzkart va Humo kartalariga 100 million so'mgacha foizsiz pul o'tkazish mumkin ekan. Aksiya 28-fevralgacha bo'lar ekan. Uzun bank ilovasiga kirib 2 mingta uzun kartalarni ochib olsa bo'lar ekan. Muhimi tekinga. Uzun kartalarini tekinga to'ldirib, istalgan kartalarga tekinga pul o'tkazsa bo'ladi. Voy, uzun kartaga pul o'tkazish har doim tekin ekan. Kartadan kartaga ko'p pul o'tkazadigan tanishlarimga tezroq aytishim kerak ekan. Tashladim. Ko'pragini qizimga ishlatasan-da. Onajonlar dasturxon boshida kim o'ynayapti? Qisam menga yosh ekan. So'ranglar. Menga PlayStation 5. Menga iPhone 5. Menga dada yana bitta qiz taqib bersin. Sigma. Dadajon, kalkul bo'lib qayoqqa? Bozordan kartoshka pezakli qizim. Men ham boraman. Yo'q, havon avziy buzuq jutalib qolasan qizim. Yo'q, men ham boraman. Hech tushunmadim, bu uyda kim xo'jayin? Ko'p gapirtirmay, indamay aytganini qilsangiz bo'ladi-ku. O'zi davleniya bor,
bilasiz. Ha endi yoshlik qilib qo'ydim-da qizim Jurag'ay. Qo'shni iltimos shundoq shu narsalarni ko'tarishib yuboring. Bo'ldi hozirda. Tak, stop. O'zingizni qo'li singanmi? Dadam vaqti yo'q. Voy o'lmasam. Qizim Mahmadan alqima ko'tarishimi? Yana bir qadam bossang, ayam yetib yoradi. Yengil ekan-ku o'zingiz olib chiqaverasiz. Katta toza manaxta qolib kichkina qoziga tutildimmi deyman. Katta rahmat, dachsiz kerak emas. Voy rahmat. Ha, sizga kerak bo'lmasa mana bizga kerak. Ha, xola, lekin dachini cho'zingchi bu yoqqa. Voy shirincha bermasamchi? Bermasiz hozir. Ana zaylagan sochingizni bittalab yulaman. Chiroyi g'irt o'zimga, xarakter gartakina ayasiga o'xshaganda. Dada, mandan yeyman. Bo'ldi qizim. Mandani Mirvaning qantulla qiz. Xo'p bo'ladi, shirinidami, nordonidanmi? Yo'q, kerak emas. Mandani yegandek bo'ldim. Kallang bilan urushib qolganmizdan qizim, hozir yeyman deding-ku. Yo'q, kerak emas. Ha bo'ldi, tilla qizim, seni bir o'rlikni tutsa, shang'illab bozorda ko'chiraverasan hozir. Jirag'ay. Na. Chimchiqni chaqasdek hammani oldida toza o'zingni ko'rsatding. Ya qizim, Messida axranasi ham bunchalik qizg'anmaydi. Alam qilsin. Bilib oling, butun dunyo go'zallar yig'ilsa ham onajonimni bir to'la sochiga ham artmaydi. Yo tavba, xotir rashki ahmoq, qizdir rashki chaqmoq bo'lar ekanda.